Word'da bet bölüş belgesi kıstırış. Word'da çoğunluk hacimdeki tekstlerini tahlilgen vaktimizde bazı babları biladigan ihtiyacatı oldu. Yani yeni bab ne, yeni betten başlaydigan degan o'xshash. Bunda vaqtda bazı kişiler bunu enter belgesini urup boş quruq qistirib yeni betten başlap yazadi. Amaliyotda bu to'g'ri usul emas. Biz bunu amaliy misol orqali to'g'ri usulda qistirishni ko'rib o'taylik. Masalan, bu maqola 7 bet. Men bu maqolaninki ikkinchi bet bu abzasninki oxirini yeni betden başlamakçı, yani 3. betten başlamakçı. Bazı kişiler bunu internet tekrar uruş arqılı yeni betten başlap yazıdı. Amaliyotda bu usul to'g'ri usul emas. Nima uchun deganda biz bu yoziqninki tekstimizniki xat nusxasini o'zgartsak yoki xat nusxasini cho'ng kichikligini o'zgartsak yoki bir qism mazmunni o'chirsak yoki qisqartsak bu bet o'zgarib ketadi. Yani bu vaqtda bu yeni betning 5i bo'lmay qolishi mumkin. Shuni biz buni yeni betdan boshlab yozishning eng to'g'ri usuli bet bilish belgisi qistirish. Bet bilish belgisi qistirish uchun biz nur belgini belki qistirmoqchi bo'lgan o'ringa kelib, undan keyin qistirish tizimligining ichidan bet ayirish belgisi deganni bosamiz. Yani bu belgini bossak, bizningki mazmunimiz yeni betdan boshlab yozildi. Yani bu yerda garchi quruq o'rin bor bo'lsa-mu, bu o'rinni tashlab o'tib yeni betdan boshlab yozildi. Endi biz bu yerga qanchalik yeni mazmun yozishimizdan qat'iy nazar bizdeki bu mazmun davamlıq yeni betden başlap yazıldı. Mesela biz bu betni to'shtirib keyingi betga o'tib ketaylik. Bu vaqtda bu keyingi bet bosh bo'ldi. Bizning bu mazmunimiz yeni betden başlap yazıldı. Yani bu tekst qanday o'zgarishini qat'iy nazar bu bet yeni betden bu mazmun yeni betden başlap yazıldı. Endi biz bu yerga qarasak, bu yerda hech qanday bir alohida belgi yo'q. Biz buning yeni bet ayirish belgisi bor yo'q ekanligini qanday bilamiz degan vaqtimizda buni ko'rsatadigan usul bor. Bosh bet tizimligini olsak, bu yerda bu belgi bor. Bu kontrol belgilarini ko'rsatadigan yoki yushiradigan knopka. Bunu bassak, ya bu yerde bazı belgeler payda oldu. Bu yerdeki bu belge abzas belgesi. Yani yeni abzas bir abzas ahırlaşkan vaqtda muşxil belge çıkıyordu. Bu belge bu yerge bir tab qo'yilganligini bildirdi. Yani bu yerde bet ayirish belgesi de bu yozilgan siziqni ko'ramiz. Yani buningga asosan biz bu yerde bir bet ayrilibdi, keyingi mazmun yeni betden başlandı ekan deb bilalaymiz. Hamda buni yo'qotmoqchi bo'lsak, yana mush knopkani bassak bo'ldi. Ko'rsatish, yo'qotish. Demak biz ma'lum mazmunni yeni betden boshlab yozishni o'rganib oldik. Yana bir qo'llanma xarakterdagi material bo'lsa, buningki mouse bo'ldi, mundarjis bo'ldi deganga o'xshash, kirish so'z deganga o'xshash. Biz mundarjini yeni betden başlaymiz, kirif sözünü yeni betden başlaymiz, asası mazmunni yeni betden başlaymiz. Shunday vaqtda bet ayirish belgisi qistarsak bo'ldi. Undan boshqa bablarga bildigan yana ayrim belgi bor. Bablarga ayiradigan belgini qistargan vaqtimizda betlar ise tizimligini olsak, bölgüç deb bir tizimlikni ko'ramiz. Bu yerdan biz yeni betga bilish bayatdan o'xshash yoki ko'p stonni bilish yeni stondan boshlash deganga o'xshash. Ondan bablarni bilish, ya'ni
bu turni bassak, keyingi betdan boshlab yangi bab bo'lib qistildi. U mazmunni babga bo'laymiz. Bunda babga bo'lishninki maqsadi bo'lsa, ayrim babni ayrim bet numeridan başlaş. Yani yeni bet birinci betdan başlanadigan. Yoki o'xshamagan bablarninki bet qishi, bet ayg'i o'xshamaydigan bo'lsa, oldi bilan bablarga bo'lib olib, uningdan keyin bet qishi, bet ayg'i qatorliqlarni tahrirlasak, bet numerini yangidan belgilasak bo'ldi. Masalan, bir kitobninki betni laylagan vaqtimizda asosiy tekst boshlanishdan burun bununkida kirish so'z, kitobninki title beti, mundarija qatorliq alohida betlar bo'ldi. Garchi ustida bir qancha betlar bo'lsa-mu, asosiy mazmunga kelgandan keyin yana bet birinchi betdan boshlandi. Shuni biz uning ustidagi kirish so'z, mundarijalarni ayrim bablarga bo'lib olsak, uningdan keyin asosiy mazmunga kelganda yangi betimizni birinchi babdan boshlab, birinchi betdan boshlab qayta bet nomerini qo'yib betga tizsak bo'ldi. Ama shunday vaqtda cho'qim bablarga bölmesek betimiz çok 5'den başlap, yani mundarija kirish so'zlarni o'z ichiga olgan holatda bet tizilib ketadi. Bu kitobninki amaliy bet qurilmasiga nisbatan mos kelmaydi. Bunday vaqtlarda babga bo'lish usulini qo'llansak bo'ldi. Endi babga bo'lgan vaqtimizda ba'zida kitobninki jubbetidan yoki taqbetidan boshlab yangi babni boshlaydigan ehtiyojlar chiqadi. Gerçi bir abad quruq qolib qolsa-mu, masalan Uyg'urchada kitobninki taqbetidan boshlab yangi babni boshlaydigan odatlar bor. Ama shunday vaqtlarda taqbetdan bab boshlash degan bu turni tanlasak, o maqsad kim yetalaymiz. Yani Word'da bet bilish, babga bilish mashg'ulotlari yuqorida ko'rsatilgandek bo'ldi.